Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bizni qo'llab-quvvatlayotganingiz uchun Football Time jamoasi nomidan katta rahmat aytmoqchimiz. Ammo kanalimiz rivojlanishi, unda kontent to'xtovsiz chiqishi uchun kanalga obuna bo'lishingiz hamda yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani yoqib qo'yishingiz biz uchun nihoyatda muhim. Qolaversa, ushbu videoni do'stlaringiz bilan o'rtoqlashing. Siz uchun bu sarflangan bir soniya xolos, biz uchun esa kanalni rivojlantirish uchun imkoniyat. Hurmat bilan Football Time jamoasi. Marhamat, tomosha qiling. Transfermarkt Ronaldoning narxini yana pasaytirdi. Transfermarkt portali Saudiya Arabistoni chempionatida to'p surayotgan futbolchining bozor qiymatini yangiladi. Yangilangan ma'lumotga ko'ra, Al Nassr va Portugaliya terma jamoasi hujumchisi Cristiano Ronaldoning transfer bahosi 10 million yevroga tushdi. Avvalroq 40 yoshli futbolchini 12 million yevro deb baholagan edi. Hozirda Saudiya Arabistonida harakat qilayotgan eng qimmat futbolchi sifatida italiyalik hujumchi Matteo Retegui qayd etilmoqda. Transfermarkt uning qiymatini 30 million yevro deb baholamoqda. Ikkinchi o'rinda esa Ronaldoning Al Nassrdagi jamoadoshi Joao Felix joylashgan bo'lib, uning transfer qiymati 28 million yevroni tashkil qiladi. Qayd etilishicha, Cristiano Ronaldo va Joao Felix Portugaliya terma jamoasining jahon chempionati 2026-yil uchun e'lon qilingan yakuniy tarkibdan o'rin olgan. Manchester City Real prezidentligiga nomzod Enrique Riquelmeni sudga bermoqchi. Manchester City hujumchisi Erling Haaland Real Madridga o'tish ehtimoli arafasida janjal ko'tarildi. Manchester City rahbariyati Madrid klubi prezidentligiga nomzod Enrique Riquelmeni sudga berish masalasini ko'rib chiqmoqda. Insider Fabrizio Romanoning xabar berishicha, ingliz klubi Haalandning ismi va surati saylovoldi kampaniya doirasida ishlatilishdan norozi. Avvalroq Riquelme saylovda g'alaba qozongan taqdirda norvegiyalik hujumchini o'z safiga qo'shib olmoqchi ekanligini ma'lum qilgandi. Uning Haalandda shartnomani sotib olish bandi borligi va futbolchining o'zi Madrid klubiga o'tishni xohlayotganligi haqida bayonotda alohida shov-shuvga sabab bo'ldi. Klub va Haaland vakillari allaqachon Real bilan qandaydir kelishuv mavjudligini rad etgan. Manchester City o'zi va futbolchi manfaatlarini himoya qilish huquqiy mexanizmlarini o'rganmoqda. Mavzu yaqin kunlarda davom etishi mumkin. Rashford APL grandini rad etdi. U faqat Barselonada o'ynamoqchi. O'tgan yilda Barselona Marcus Rashfordni Manchester Uniteddan ijaraga olgan edi. Kataloniyaliklar futbolchini 30 million yevroga sotib olish huquqi mavjud. Biroq ko'k anoranglilar barcha mablag'ni to'lashni istamayapti va summani kamaytirish maqsadida Qizil iblislarga muzokaralar o'tkazishni taklif qilmoqda. Ommaviy axborot vositalari ma'lumotlariga ko'ra, Rashfordni boshqa jamoalar ham o'z tomoniga og'dirib olishga harakat qilgan. Xususan Arsenal, Newcastle United va Tottenham Hotspur futbolchiga takliflar bilan chiqqan. Ammo hujumchi ushbu takliflarni rad etgan. Futbolchining o'zi faqat Barselonada o'ynashni xohlamoqda. Qayd etilishicha, Manchester United kataloniyaliklar bilan yangi sotib olish summasini muhokama qilishga tayyor. Real Konate transferini shu hafta e'lon qiladi. The Athletic nashrining xabar berishicha, Madrid klubi prezidenti sobiq Liverpool himoyachisining erkin agent sifatida jamoaga qo'shilganini shu payshanba kuni e'lon qiladi. Fransiyalik markaziy himoyachi o'tgan mavsum Angliya Premyer Ligasi 39 uchrashuvda maydonga tushib, bitta gol muallifi bo'lgan. Konate bir necha yil davomida Liverpool mudofaasining asosiy futbolchilaridan biri bo'lib keldi va endi faoliyatini Ispaniyada davom ettirishga tayyor. Konate bir necha yil davomida Liverpool mudofaasining asosiy futbolchilaridan biri bo'lib keldi va endi faoliyatini Ispaniyada davom ettirishga tayyor bo'lib turibdi. Mareskaning nima uchun haligacha Manchester City bosh murabbiy etib tayinlanmagani ma'lum bo'ldi. Londonning Chelsea klubi Enzo Maresca uchun Manchester Citydan to'g'on puli, ya'ni kompensatsiya talab qilmoqchi. Bu haqida insider Nico Skira xabar berdi. Manba bergan ma'lumotlarga ko'ra, Chelsea rahbariyati shaharliklardan moliyaviy to'g'on pul undirmoqchi. Faqat shundan keyingina Mareskaning klub bilan tuzilgan mehnat shartnomasini bekor qilishga yashil chiroq yonadi, ya'ni ruxsat beriladi. Ta'kidlanishicha, italiyalik mutaxassis Manchester City bilan 2029-yilgacha mo'ljallangan shartnoma borasida to'liq kelishuvga erishib bo'lgan. Ayni paytda huquqshunoslar vaziyatni hal qilish ustida faol ish olib borishmoqda. Eslatib o'tamiz, bundan oldinroq Josep Guardiola 10 yil davomida faoliyat yuritgan Manchester City klubini tark etishni e'lon qilgan edi. Al-Hilol Dembelega 200 million yevro maosh taklif qilishga tayyor. Usmonning parijliklar bilan shartnomasi 2028-yilning 30-iyuniga qadar amal qiladi. PSG hujumchisi Usmon Dembele Saudiya Arabistoniga ko'chib o'tishi mumkin. Bu haqida GolfZone xabar berdi. Fransiyalik futbolchiga Al-Hilol qiziqish bildirmoqda. Saudiya klubi forvard 2030-yil 30-iyungacha mo'ljallangan shartnoma va 200 million yevro maosh taklif qilishga tayyor.
Al-Hilolda Dembele jamoaga klublar o'rtasidagi jahon chempionatida g'alaba qozonishda yordam berishga asosiy futbolchi bo'ladi deb hisoblanmoqda. Ma'lumot o'rnida Usmon 2023-yilda Barselonadan PSJga 50 million yevro evaziga ko'chib o'tgan. Uning parijliklar bilan shartnomasi 2028-yilning 30-iyuniga qadar amal qiladi. Avvalroq Dembele qatorasiga 2-Liga 1ning eng yaxshi o'yinchisi deb topilgandi. Irola Liverpool bosh murabbiyiga aylanadi. Liverpool klubi Andoni Irolani jamoa bosh murabbiyi etib tayinlanganini rasman e'lon qildi. 43 yoshli ispaniyalik mutaxassis ushbu lavozimda Arne Slot o'rnini egalladi va Merseysaytliklar bilan shartnoma imzoladi. Irola 2023-yildan buyon Bournemouthni boshqarib kelayotgan edi. Uning qo'l ostida jamoa APLda mos ravishda 12, 9 va 6 o'rinlarni egalladi hamda tarixda ilk bor Yevrokuboklar yo'llanmasini qo'lga kiritdi. Shuningdek, murabbiylik faoliyati davomida Kiprning AEK, Ispaniyaning Mirandes va Rayo Vallecano klublarini ham boshqargan. Futbolchilik faoliyatida Irola asosan Athletic Bilbao safida to'p surgan. U 2003-2015-yillar davomida Barsklar jamoasida o'ynagan. Keyinchalik esa New York City sharafini himoya qilgan. Ma'lumot uchun Merseysaytliklar 2025-26 mavsumni sovrinsiz yakunladi. Jamoa Angliya Premier Ligasida 5-o'rinni egallagan bo'lsa-da, qo'shimcha yo'llanma orqali Chempionlar Ligasida ishtirokchisiga aylangan. Denzel Dumfriesning transferi to'liq yakunlandi. Denzel Dumfries Milanning Inter jamoasidan Madridning Real klubiga o'tdi. Bu haqida insider Nicolas Kira xabar berdi. Ma'lumotga ko'ra, 30 yoshli futbolchining transferi to'liq yakunlangan. Real Madrid niderlandiyalik futbolchi uchun 20 million yevro miqdoridagi sotib olish bandini ishga tushirgan. Futbolchi bilan tuzilgan mehnat shartnomasi 2030-yilga qadar mo'ljallangan. Denzel Dumfries 2021-yilda Inter safiga PSV jamoasidan o'tgan edi. O'tgan mavsumda u barcha musobaqalarda 28 ta o'yinda ishtirok etdi. 5 ta gol urdi va 2 ta gol uzatmani amalga oshirdi. Uning bozor qiymati taxminan 25 million yevro deb baholanmoqda. Trossard Arsenalni tark etishi mumkin. Belgiyalik futbolchi klubning keyingi mavsumdagi rejalariga kiritilmagani aytilmoqda. Arslan Vengeri Trossard yozgi transfer oynasida jamoani tark etishi mumkin. Jurnalist Ekrem Konur xabariga ko'ra, 31 yoshli futbolchining London klubidagi kelajagi noaniq bo'lib qolmoqda. Manbalar aytilishicha, u Arsenalning keyingi mavsum uchun rejalari qatoridan o'rin olmagan. Trossardga Madridning Atletico klubi qiziqish bildirmoqda. Bundan tashqari futbolchining vaziyatini Newcastle, Aston Villa, Inter va Juventus ham kuzatib bormoqda. Belgiyalik futbolchi o'tgan mavsum barcha musobaqalarda 50 ta bahsda maydonga tushib, 8 ta gol urdi va 11 ta gol uzatmaga mualliflik qildi. Eslatib o'tamiz, Trossardning Arsenal bilan amaldagi shartnomasi 2027-yilning yoziga qadar mo'ljallangan. Ma'lumot uchun Transfermarkt portali futbolchining transfer narxini 18 million yevroga baholamoqda. O'zbekiston terma jamoasining sobiq murabbiyi: jamoaning guruhdan chiqishiga shubham bor. Sobiq murabbiy Valeriy Nepomniachtchi O'zbekiston milliy terma jamoasining 2026-yilgi jahon chempionatidagi ishtirokini baholab, o'z fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Menimcha, O'zbekiston terma jamoasi katta natijaga erishish qiyin. Biroq ular surpriz taqdim etishi kimnidir qiyin ahvolga solib qo'yishi mumkin. Jamoaning guruhdan chiqishiga shubham bor. Menimcha, keyingi bosqichga Portugaliya va Kolumbiya terma jamoalari yo'l oladi, dedi Nepomniachtchi. Ma'lumot uchun, O'zbekiston milliy terma jamoasi o'z tarixida ilk bor jahon chempionatida ishtirok etadi. Vakillarimiz mundialning K guruhidan o'rin olgan bo'lib, Portugaliya, Kolumbiya va Kongo Demokratik Respublikasi terma jamoalariga qarshi bahs olib boradi. 2026-yilgi jahon chempionati 11-iyundan 19-iyungacha AQSh, Kanada va Meksikada bo'lib o'tadi.